biznesning stanokdori, jabdықтары, büt chaymondari sotiladi ekan. Esengi davlatlarga kargo orqali yetkazib beramiz. Mini mishalkasi bu prostoy gazoblok hisoblanadi. Termotravertin oldilari va tabiiy tosh. Uyretib, büt bardığının sekretlerini aytib jo'nataverasiz. Hammasi termopanel. Alыңыздар ishni boshlangizlar. Pena blogi har xil assortimentlarni qilib qo'yganmiz. Qoliplar, O'zini tali, lentalari ham sementni, qumni, suv hammasini o'zi o'lchab tashlab beradigan o'zini. Boshlangizlar emi bu ishni. Assalomu alaykum hurmatli qirg'izistonliklar, jalpi tezqavarning ko'ruvchilari. Bugungi chiqarilishimiz oyog'igacha kuzatib boringizlar. Qiziqli ma'lumotlarni sizlarga aytib o'tamiz. Elestingizlar, $300 bilan o'zingizga o'rtin jeki ishkerligingizlarda boshlasangizlar bo'ladi. Qantib desangizlar, bu so'rovga sizlar javobni ushul beruvning oyog'igacha kuzatib borsangizlar, ala olasizlar. Uchurda biz O'zbekistonning Namangan oblasti Uchqo'rg'on ayilida bir cho'ng bir sexga, bundancha aytganda showroomga kelib o'tirasiz. Bu yerda jeti biznesning stanokdori, jabdықтары, büt chaymondari sotiladi ekan. Agarda sizlar shunday biznesmen bo'lsangiz, ishker bo'lib o'tgan bo'lsangiz, sizga kerakli narsalarning ichidan chiqib qolishi mumkin. Qisqasini aytganda, bu yerdan shu aqcha tava turgan stanokdor joylashgan. Anda kep boshdan bo'lsin, usta aka so'zi boshdan sizlarga tanishtirib bersin. Jahongir mirzo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum tomosha qilayotganlar. Buyursa, mana xizmatga chaqirgan ekansiz, kelib qoldik. Shunaqa. Bu yerda qancha biznesning stanokdori bor? Boshdan atib o'tamiz. Asosiy 7 xil biznes desak bo'ladi. 7 xil biznes bu yerda nima? Gazoblogi oddiysidan tortib poni avtomatgacha, pena blogi liboy assortimenti bor, kolodisi, umuman tallari, hamma komplektlari hamma yo'g'i bor. Fasadniy plitka, termopanel, termotravertin lentalar yasab beriladi. Endi hozir bir qator sizga obzor qilib o'taman. Siz aytganingizdek hali $300 deb aytib o'tdingiz. Xuddi shuni 3tasi birda bor. Pena blok, gazoblok, shu tom suvoq, shu 3tasi birda. Bu $1,500 joydagi narxi. Shu dastavkalar adresga qarab, butun Esengi davlatlarga kargo orqali yetkazib beramiz. Hozir bir qator sizga obzor qiladigan bo'lsam, shu $1,500 komplektimizda bunaqa suv yo'nkisi, bu shablonlari, suv motor, tent, hamma datchik hamma yo'g'i bilan bu suv isitib berish uchun gazoblokka mini mishalkasi. Xohlasa 220 tokda, xohlasa 380 tokda ishlaydigan qilib beriladi. Bu 3ta qolipi 60, 20, 30 razmerda chiqarib beradigan 3 dona qolip bo'ladi. 18 ta 1 оборотda, endi gazoblok 2 оборот qilsa bo'ladi. Pena blogi 10-15 оборот qilsa bo'ladi bemalol. Bunga kerak bo'lsa polister blog ham qo'ysa bo'ladi. Qo'shimcha qolip sizlardan sotib olsa-da ham bo'ladi. Qo'shimcha qoliplar ham kelishilgan holatda qilib beriladi. Narxlar o'zgarib turadi. Hozirgi kundagi narxi $160. Qo'shimcha bo'lsa endi arzonlash ham, ko'tarilishi ham mumkin. Puljakda? Endi bu pena blog qo'yganda bu pena generator ishlaydi. Tom suvoq qilaman desa, o'shanda ham ishlaydi. Bu pena generator hisoblanadi. Bitta zapravkasi agar pena blok qo'yadigan bo'lsa, 100 ta pena blok ketadi. Xom ashyolar o'ta oddiy. Bu pena generatorga havo damlab berish uchun 50 talik kompressor, rastor aralashtirish uchun mikser, rastor bochka, bular ham hammasi yangi korobka holatda bo'ladi. Xom ashyolari sement, qum, alyuminiy pudra, kauchukning soda, ular ham qayerdan olishlari hamma yo'g'ini o'rgatiladi. Unda gazoblok chiqadi. Pena blok chiqaraman deydigan bo'lsa, gips, sement, suv, pena. Penalarni ham tayyorlash o'rgatiladi. Pena degani ko'pik degani, ko'pik nimalarda bor? Shampun, sovun, gel, umuman ko'piruvchi narsalardan tayyorlashlari o'rgatiladi. Sir asrorlari hammasi o'rgatiladi. Bu to'plam shu $1,500. Masalan, o'zini olaman desa, tom suvoq biznesini qilaman desa, $300 ga qilib beriladi. Kerak bo'lsa ozmoz kelishtirib beramiz. Yotoq joylar bor, bu yerda o'rgatishlarga sharoit bor. Bu gazoblogi minnisi edi. Endi gazoblogi prostoy deydi. Prostoyda bunaqa yotib qolib o'zi kesiladigan variantda hisoblanadi. Komplektida 2 ta qolipi, bitta reska arrasi ham bo'ladi. Manaqa suv yo'nkisi pastda 1 tonnalik, tepada 110 litrlik shablon. Bu shablon deyilishiga sabab gazoblokka bitta rastoriga 110 litr suv ishlatiladi. Har safar o'lchamaslik uchun qilib qo'yilgan tayyor 110 litr bittada o'zi chiqadi. Buni ham suv motor, datchik hamma narsalari bor. Mishalkasi shu bitta qolip to'ldirish uchun 0,43 kubalik, xohlasa 220, xohlasa 380 tokda ishlaydigan qilib beriladi. Bu prostoy gazoblok hisoblanadi. Bu narxi $1,500.
joydagi narxi shu yetkazib berishlari ular kelishilgan holatda kargo xizmatlari shuna qo'shilib qoladi. O'rgatishlarga sharoiti bor. Xomashyolardan muammo yo'q. Endi agar shu qoliplar relsda yuradigan, avtomat reyskada kesiladigan, hozir ularni ham bir qator obzor qilib tanishtiramiz. Unaqa variantlari bor. Bor. Keyingilari buyursa, endi bu yerda termo travertin. Termo travertin bu hozirgi kunda ommalashayotgan oldilari bilan tabiiy tosh, gips albastr emas, orqalarida po'klari bor, utublit qilish uchun buni biznesni ham yo'lga qo'yib berayotganmiz. Har xil assortimentdagi qoliplar bilan bu to'plamimizda o'zini bitta mishalkasi, vibratsiya stoli, 10 kvadrat qolipi, bu yerda yotoq joy, masalan 2 kun, 3 kun o'rganishi mumkin. $900 bu to'plamni ham qilib berayotganmiz. Uyretib, büt bardig'ini sekretaridan aytib jo'natib hammasi sirasilar 100% o'rgatiladi. Xomashyolar ham shu muammo emas, oddiy narsalardan tayyorlanadi. Bundan sizlarga soni mumkinchilik. Bu termo paneli? Termo panel. Termo panel. Buni ham biznesni ham yo'lga qo'yib qo'yganmiz. Bu biznesimiz ham $900 turadi. Bunda faqat termo paneldan tashqari gipki komment ham qo'ysa bo'ladigan o'zini qoliplari. Endi mana gullar, fasadlar chiqarish uchun har xil gullar mana shu yerda sirazi chiqarib beramiz. O'zimizda lazer bor, hozir tanishtiramiz. Menga mana shu gul yoqdi desa, shu gullari, o'zini stollari, kompressor, mikser, burchaklarni qilish uchun bolgarkalar, pulzatorlar hammasi bilan bu to'plami narxi ham $900. $900. O'ta son ekanda, tug'andar. $900 meni o'zingiz ko'rdim, mana Qirg'iziston filiali, Qirg'izistonda büt qidirib o'zingizlarning biznesingizlarni qilsangizlar bo'ladi. Hozir ham stroyka o'ta kuchugin vaqt. O'shaning sebabini 2-3 kun o'rganishadi. Kichkina shiq bo'lsa, olingizlar, ishni boshlangizlar. O'ylanib o'tirganga hozir vaqt yo'q. Yaxshi, buning bahosi $900 ekan. Yaxshi, undan keyin ichkariga kirib boraylik. Qanday yangiliklar bor? Bu yerda pena blogi har xil assortimentlarni qilib qo'yganmiz. Masalan, 40, 50, 20 komplekt deydi. Qoliplarida farq qiladi xolos. Qolgani masalan kompressori, pena generatori, hamma narsalar bir xil bo'ladi. Hozir mana bir qator bitta komplekt obzor qiladigan bo'lsam, masalan, mana shu pena blogi yevro komplekti. Joyidagi narxi $800. Puni to'plammi. Endi buni komplektida bitta pena generatorimiz, kompressor, mikser, pulzator shlankalarigacha, rastor bochkasi, bonusiga latok listi, kolonna listi, 1000 ta oshib pena blok ketadigan penalari bilan qilib beramiz. Buni narxi $900, joyidagi narx. $900. Usul turishi $900 ekan do'stlar. Kelishtirib beramiz, 800. 800. Keyin beramiz. Yaxshi. Bu to'plamimizning narxi $700. Qolgan mana yonida aytgan narsalarimiz hammasi bir xil, faqat qoliplari farq qiladi xolos. Qoliplari. O'shanda mana shunday narsalar chiqaratgansizlar-da? Bu hali bonusda qo'shib berayotgan kolonnasi latok komplektimiz. Bunalar, bunalar. O'shanda. Yaxshi. Shunaqa. Son ekan. Stroykaga o'ta kerak agar shu qolipni ko'rgan bo'lsangiz, bir qator belida buni ikki qator usulini variantda qoliplar 3 ta nabrot almashsa $730 joyida. $730. O'ta soni yaxshi. Bo'lgani qoliplardagina ayirmachiligi bor ekan, atak o'shol mikseri, boyagi apparatlari o'shol ekan. Xohlagan narsalarni olishlari mumkin. Kimgadir pena generator o'zi kerakdir, kimgadir qolip, kimgadir latok listi, hamma narsasi отдельно ham sotiladi. Tushunibdi. Bo'lib olsangizlar ham bo'ladi. Boyaga $300 deyilgan komplekt mana. Kompressor, mikser, rastor bochka, pena generator. Boyagi shiptarni, patologlarni, tomlarga pena qo'yiladigan uskunasi. Endi bu yerda voy. Kolodus. Jaynaytqo, ko'garatqo. Bu kolodus qoliplari. Kolodus qoliplari ko'p joyda kolodus quyilayotganda, mana listda bukkanda 0 bo'lmasdi. Hozir lazerda yumaloq qilib, shuni 0 qilingan har bir taraflar deganalari ham o'ta joyida. Komplektimizda ikkita qolip, endi qoliplarni o'zlari zakaz qilsa, har xil razmerda ham qilib berilaveradi. O'zini bitta tali mana 1,5 tonnalik pultlik, o'zini tali va bitta manaqa mishalkasi ham bo'ladi. Mishalkasi. Bu to'plami narxi ham $1200. Shu yerda o'rganishga sharoit bor, ishlab turgan o'zimiz sexlar bor, bemalol o'rgansalar bo'ladi. Son turmaydi. Bu qancha jasaydi o'shanda? Qoliplarni olib turib o'zi. Mana hozir mana shu to'plam bilan kuniga masalan $100 gacha kerak bo'lsa daromad qilsa bo'ladi. Buni foydasi 50 ga 50. Masalan 100 mingga tayyor bo'layotgan narsa, $10 ga tayyor bo'layotgan narsa $20 sotilyapti. Masalan, bu qolipda kuniga 20 ta qo'ya olsangiz, bu qolipda 10 ta qo'ya olasiz. Bu degani o'sha foydasi normalniy.
Yaxshi. Mesela kimgadir Qisqasi- o'zi talli o'zi kerakdir, kimgadir qolip o'zi kerakdir. Masalan, mishalkani o'zi so'rayotganlar hammasidan bor. Narishi tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Shu turish bo'yicha da sotib olsangiz bo'ladi, bo'lib sotib olsangizlar ham bo'ladi. Bilmasangiz bu yerda jatib olib, yurensangizlar ham bo'ladi. Uyretib chiqarib berishadi ekan. Hozir ham qanchaga ketib o'tamiz? Birinchi bu tarafdan boshlaylik. Qana. Janob lenta deganingiz ushilchaqdami? Mana lenta dedim. Masalan, silyoslar chiqarish uchun, masalan, mashinalarga yuk ortish uchun bunaqa lentalar kerak bo'lsa, lentalar ham aytilgan uzunlikda qilib beriladi. Endi kimgadir masalan 6 metr, kimgadir 8 metr, kimgadir kerak bo'lishi mumkin. Masalan, $1000 ga o'rtacha 5 metr bo'ladigan bo'lsa, o'sha narxlar o'sha aytilgansiga qarab, masalan, ko'tariladigan o'zi shularga qarab narxlar o'zgaradi. Endi gazoblok uskunasini boya aytdik, pol avtomat liniyalar xuddi shunga o'xshagan bo'ladi. Buni hozir bir qator obzor qiladigan bo'lsam, bu pol avtomatda ham xuddi shunaqa liniyalari bo'ladi. Qoliplar relsda yuradi, tagida roliklari bo'ladigan bo'ladi. Masalan, manaqa avtomat reskada bitta knopkani bosasiz, o'zi gazoblokga kesadi. Mana qoliplar hozir paddom holatida turibdi. O'zi bemalol rolikda yuradi. Nari beri jildirganga o'ng'ay. Yaxshi. So'nin. Mana bu yoqda avtomat reskasi bu. Kes. Bu ham elektronniy, bitta knopka bilan boshqariladi. Qolgan razmerida kesib beraveradi. 10lik, 20lik, 12lik, 30lik aytilgan razmerda kesib beradi. Bu pol avtomat liniyada xuddi shunaqa relslari bo'ladi. Endi bularning baholari qancha qoluvi bilan qanday standart? Masalan, bu to'plamni narxi 6,5 ming pol avtomati. Unda 10 ta qolipi, bitta avtomat reskasi, manaqa relslarga betonlar quyib beradi, relslarini qilib beriladi. Bitta manaqa mishalkasi pastda. Mana tepalar bu avtomat liniya bo'lib ketadi. Pol avtomatida mishalkasi bitta suyunchisi bo'ladi. Keyin manaqa oddiy reskasi ham bo'ladi. Mana kesish uchun gazoblokga. Hali svet o'chgan holatlar bo'ladi, har xil holatlarda kesish uchun mana qo'shimcha reskalar bilan 6,5 mingga bu qilib beriladi bu komplekt. 6,5 ming dollarga. 6,5 ming dollarga poni komplekti. Endi menga avtomat liniya kerak deganlar uchun avtomat liniyasida nimalar bo'ladi? Bunda xuddi shunaqa rels, 10 ta qolipi, avtomat reskasi, Keskichi. Endi manaqa o'zini lentasi, u tarafda qumini elash uchun o'zini g'alviri, elak deydimi? Elagi. O'zini dozatori. Masalan, knopkani bosasiz, sementni, qumni, suv hammasini o'zi o'lchab tashlab beradigan o'zini dozator miyalari bilan. Manaqa shinegi va 50 tonnalik silyos bunkeri bo'ladi. Hozir bu yerga kichkina qilib qo'yilgan. Klientlar bu yerga kelib 3 yilni o'rganish uchun sharoit qilib qo'yilgan buni. Lekin komplektida 50 tonnalik o'zini sement silyos bunkeri bo'ladi. Uni ham suv isitadigan manaqa aqlli katyollari. Объемga qarab suv bochkalari ham kimgadir 20 ta qolib, kimgadir 30 ta qolipli kerakdir. Shunga qarab suv bochkasi ham kattalashadi. Bularning baholari buni narxi masalan 10 ta qolip bilan $23 ming o'rnab beriladi. Endi qo'shimcha qoliplar kelishilgan holatda bo'ladi. Endi biz o'ta sodda ekan, yaxshi. Nima qilinadi? Narxlar chiqib boradi. Shu bizneslar bilan biz butun SNG davlatlariga yetkazib o'rnatib beryapmiz. Ko'ryapsizlar, mana har bir listlari, hamma narsalar o'zimizda chiqadi. Listlari ham lazerda o'zimiz kesamiz mana. Juring, super, oldindan bir ko'rib kelaylik. Yaxshi ekanda. Demak, hozir ham ushul lazerning yordamida turli jabduqlarning barlig'ini o'ng'ayli kesib tayyorlab, kompyuter kesgani hisobiga masalan qoliplari ham, diagonallari, o'lchamlari o'ta nol bo'ladi. Buni hammasi to'shni bo'ladi. Masalan, mana kesgan bitta bo'lagi bo'lsa, har bir tarafini o'lchasangiz xuddi nol. Masalan, odam baribir kesganda hech qachon qaysidir tarafida razmi o'zgaradi. Bunaqa emas, buni kompyuter kesib beradi. Listlar ham prямо o'sha vagonda kelgani uchun hamma narsa narxlar qulay, bemalol solishtirsalar bo'ladi. Masalan, gazobloklar uchun nargi yumaloq kalsolarning hammasi o'zimizdan chiqadi. Mana ishlaydigan ustaxonani ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Yaxshi. So'nin. Buyursa. Endi tug'anlarim, o'zingizlar ko'rdingizlar. Büt bardiq, izlaganingizlarning barliq shaymandari, jabduqlari o'z-o'zincha tag'in, komplekt tag'in o'ta sizlardan cho'ntak bada sotilib o'tadi. Sizlar rayonda qaysi yerda bo'lsin, o'zingizlar bir ishkerlik qilaman desangizlar, o'sha yerdan uyrenib, jo'q deb eshitadi. O'zlari bilgan narsani boshqa birovga dag'in uyretib tutadi. Kerak bo'lsa bu yerda jataqxonasi bor ekan,
Тамак аш деген нерсе бар. Келесиз, аласыз, үйрөнөсүз, алып кетесиз. Алып кеткенге чегaradan чыгарганга дагы жардам бересиздер да. Yordam beramiz. Mesela hozir kargolar rivojlangan. Ооба. Aytilgan joyga yetkazib beryapti. Өтө сонун. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Азыртадан акчаңыздар болсо, чалып буйрутманы бериңиздер. Эгер жок мен өзүм барып көрөм десеңиздер, адреси буйруса Өзбекстан мамлекетинин Наманган облусу, Үчкоргон айылы. Мына биздин өзүбүздүн Жалал-Абадтын Кеңсай тарабынан киргенде жакын эле, кошуна айыл экен. 4 kilometr. 4 километр мына жакын эле жерде экен. Буйруса ошол эми толук маалымат бердиби жакын? Ага, берилди толук. Жакшы. Кандайдыр бир маалымат жеткиликсиз болгон болсо, телефон номерлери, аккаунттары белгиленет. Калган суроолоруңуздарга ошол жактан жооп алсаңыздар болот. $300 менен элестетиңиздер, $300 менен өзүңүздөрдүн бизнесиңиздерди баштасаңыздар болот. Ага жана азыр көрсөтүп өттүк. Азыр патологдорду ылай басып, наркы берки кыйналбай, ошону эле ыгыны-шыгыны билип алсаңыздар жол жобосун. Элдин керегине жараган ошол тамдарды пенобетон менен жаба берүү, баягындай. Шваб берүү мындайча айтканда. Ылай швабтын ордуна ошо пенобетон менен чачып берүү кызматын аркаласаңыздар болот. Күндө ошондо орточо канча акча тапса болот ошо $300 менен. Bo'lsa ikkitasi $100 o'ynab kelib topadi. Күнүнө. Agar tom suvoq mesela kimdir kvadratda oldingiz, $100 o'ynab kelib topsa bo'ladi. Aytdimi? Nargilardan ham kerak bo'lsa daromadi zo'r. Ikkita bola 100 kvadrat o'ynab kelib qo'yadi. Ошондо $300 алып, 3 күндө актап коет экен да. $100 2 kishi qo'yadigan bo'lsa $100 tushiradi. $100, ha. 1,5 kunda. Kishi ishlasa. Өтө сонун экен анда, туугандар. Бир баштаңыздар эми бул ишти. Жахангир мырза, иштерге ийгилик. Rahmat aka. Ишти катыра бериңиздер. Элдин алкоосунда. Мындан дагы өнүгүңүздөр, өсүңүздөр. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ladi. Hay. Ошону Кыргызстанга дагы буйруса. Umuman Esenga davlati. Эсенге, полный. Xudo xolasa. Эсенге мамлекетине чыгарат. Жетип калыңыздар.